Qur'on o'qishlikka odatlaning. Ya'ni doimo Qur'onni o'qib turing deydilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallamda Qur'onni doim o'qing deydilar. Takror o'qingki, Muhammadni nafsi, joni uni qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, u qochib ketishligida, sizdan unutilishligida tuyani o'sha bog'lidan, tuyadagi o'sha tuyani bog'lab qo'ygan orqonda qanaqa bog'lab qo'yamiz? Tuyani agar bo'sh bog'lasak ketadi. Atayin tuyaga misol berdilar. Tuyani o'sha bog'ida turgan tuyadan ham qochib ketishlikda yanada shiddatliroqdir. Yanada tezroqdir dedilar. Demak, bundan bilinadiki, qori kishi Qur'onni takror o'sha ta'ahud, muahadatul Qur'on shunday bo'ladi. Qur'onga qaytish bilan bo'ladi. Qur'onga qaytib turing deyaptilar. Nima bilan? O'qishlik bilan, yodlashlik bilan, takror bilan deyaptilar. Xo'p, bu yerda ulamolar aytayaptilarki, istazkiru al-Qur'on desiladi. Qur'onni doim o'sha yodda tuting deganlarida bu qaysi yo'llar bilan bo'ladi? Buning uchun nima qilishligimiz kerak desalar, ulamolar aytayaptilarki, doimiy tarzda Qur'onni tilovat qilasiz. Doimiy tarzda Qur'onni kunlik virt qilib o'qiverasiz. Biz buni alhamdulillah qarib 10 yil bo'ldi. Doimo o'zimiz o'sha talaba shogirdlarimizga yoki o'sha Qur'onga qiziqqan musulmonlarga aytayapmizki, nima qilishligimiz kerak? Qur'onni avvalda yodlayman deb o'zingizni qiynamang. Xatm o'qib yuring. Mana shuni biz hozir alhamdulillah barakasini ko'ryapmiz. Yosh u qarilar xatm o'qishliklari bilan 50 ta, 100 ta qilib mana o'zimizning huzurimizga keladi. Bir masalan 40 dan oshgan, balkim o'tganda 54 ga kirgan kishi 70 marta xatm qildilar. Sharros o'qiyapti. Bo'ldi, endi yodlang deyapmiz. Ko'rdingizmi? Qur'onni demak takror o'qishlik bilan yod olinar ekan. Keyin yana biri Qur'ondan, qarang, Qur'on yodlashga jiddiy e'tibor qaratish. O'qidingiz, o'qishni bilasizmi? Endi jiddiyroq bo'lasiz. Xuddi ishingiz, amalingiz. Ertalab turasiz, masalan, davlat ishidagi xodimlar yoki akalar, ukalar ertalab boradi, kechikmaydi. Ha desa, u yerdan jazo oladi. 8 mi 8 turadi. Soat 5 ta chiqish kerak bo'lsa, 5 ta chiqish bo'ladi. Uzrlik yo'q. Illa ba'zi holatda bo'lmasa, o'sha ishingizda mudavomatlik bo'lganidek Qur'onda bundan keyin virt qilasizda o'zingizga shunaqa amri vojib qilib, endi mana shu soatdan shu soatgacha takrorim bor deysiz. Va yodlashlikda jiddiy bo'lasiz. Yana nima qilishlik kerak? Qur'on o'qish bo'yicha bellashishlik. Bu ham mana shu narsaga olib borar ekan. Ikkita qori bir-biriga keling, kunda bir-birimizga 3 barodan o'qib turamiz. Yoki keling, ikkalamiz mana bunaqa birga o'qishamiz. Biz hozir bugunlik ma'ruzamizda ham aytdik. Payg'ambar alayhissalatu vassalamni asosan o'zlari o'sha sahiy, karim, juda ham saxovatpesh bo'lishlari va aynan Ramazonda yana saxovatlarga saxovat qo'shilib jo'shib ketishlarining sababi u Ramazonda Hazrati Jabroil bilan birga ikkalari bir-birlariga Qur'on o'qishliklarini aytdik. Kana yudarisuhu deyiladi. Mudarasatul Qur'on arablarda ikki taraflama bo'ladi. Unisi bunisiga. Ya'ni Hazrati Jabroil kelardilar, Rasulullohga o'qirdilar. Rasululloh u zotga o'qirdilar. Mana shu payg'ambar alayhissalatu vassalamning eng quvontiradigan amallaridan bo'lardi. Demak, nima qilishlik kerak? Qur'onni mana istazkirul Qur'on degan o'sha amalni to'liq qilmoqchi bo'lsak, Qur'on yodlashda, o'qishda bir-birimiz bilan bellashligimiz kerak ekan. Bu o'sha ulamolarning bizga tavsiyasi. Qur'onni olib, o'rganib, uni o'rgatgan haqiqiy hofizi kalamullohlarni bizga ko'rsatgan yo'llari. Qur'onni tafsirini o'qib o'rganish. Bu bizga istizkarul Qur'onni olib kelar ekan. Qur'onni yodlashligimizga sabab bo'lar ekan. Buni holati aniq bu arablarda bilingan. Arablarni farzandlari, arablarni o'zlari mana tez yodlaydi va takrorni ham tez qiladi. Nega? Ularda fahmi bor. Qur'onni tushunganlik uchun. Biz mana qo'limizga alhamdulillah o'zbekcha mana Qur'on ma'nolari bilan yaqindagina Allohning lutfi bo'lib bu Ramazonimizda o'sha O'zbekistonimizda birinchi marta shu tarixda Qur'oni chiqdi. Al-Qur'on, Alloh rozi bo'lsin, jamoati, portali birinchi marta. Tepasiga o'sha belgilangan ishorasiga o'sha kod desa, qo'yasiz, kamina xodimingiz o'qiydi. Eng buyugi mana shu hozir ma'no Hazratimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari pasida nima deya o'qilgan, o'shani o'zini ma'nosini tafsiriga unaqa kirishmagan holda so'zma-so'z
ma'nosini sizni ona tilingizda, bizni tilimizda aytib beradilar. Mana shulardan foydalanishimiz kerak. Ma'nolarini tushunganimizdan keyin bizga Qur'on yodlashlik oson bo'ladi. Asosan ubudiyat. Allohning kalomini qarang, Alloh bizga aytgandek tushunamiz. Hozir bizni alhamdulillah ixlosimizdan tushunmasdan turib, mana qorimizni orqasidan turib eshityapmiz. Tushunmaymiz o'zimiz. Lekin bu Qur'on deya e'tiqod qilamiz. Bu kalamulloh deya e'tiqod qilamiz. Agar tushunsak-chi? Tushunsak nima bo'ladi? Tushunsak, haqiqatda lazzatni, o'sha rohatni ichida bo'lamiz. Va yana Qur'onni yodlashlik uchun qarang, Qur'onga amal qilish va hokazo deyaptilar. Qur'onni yodlaydigan bo'lsangiz, yodlab olay desangiz, bilganingizga amal qilmasangiz bo'lmaydi. Unda Qur'on sizga yerlashmaydi. Qur'on menga sohib bo'lsin, meni do'stim bo'lsin, Qur'on meni o'ziga do'st qilsin deydigan bo'lsangiz, Qur'ondan har bilgan ilmingizga nima qilasiz? Amal qilasiz. Shunda Qur'on sizni tanlaydi. Va biling, Qur'on agar sizni tanlab olsa, shunday quchib oladida sizni hech qachon qo'yib yormaydi. Anta sohibi deydi. Dunyoda siz meni do'stimsiz deydi. Va oxiratda chiqarang, qabrimizga keladigan ahlimiz bo'lmaydi. Topgan moli dunyomiz bo'lmaydi. Ne bu yoqda o'sha maqomlarimiz bo'lsa, hammasi qabrni tashqarisida qoladi. Illa Qur'on bir hadislarda keldi. Go'zal bir chiroyli bir yigit suratida keladida, "Man anta" desangiz, "Ey siz kimsiz?" desangiz, "Ana sohibukal Qur'an." Qarang, men o'sha seni do'sting Qur'on bo'laman deb qiyomatgacha siz ovunchog'ingiz bo'ladi. Shuning uchun aytiladi hadislarda, mu'minlarga qiyomatni vaqti xuddi peshindan asrgacha, ba'zilari aytgan ekanlarki, asrdan shomgacha bo'ladigan bir vaqtda ular 1000 yillab yotgan bo'ladi qabrda. Masalan, men hozir Imom Jazariylar o'tganlariga qancha bo'ldi? Amir Temur bobomiz bilan zamondosh. Sahobalar o'tganlariga, tobiinlar o'tganlariga, Hazrat Abu Hanifalar, Imom Buxoriylar o'tganlariga qancha yil bo'ldi? Lekin ular va inshaalloh bizlar mu'minlar qiyomat kunida xuddi qabrdan qanaqa peshindan asrgacha yoki asrdan shomgacha bo'lgan bir muddatda turar ekanmiz. Uni barakasi nima? Uni sababi nima? Sizni yodlagan Qur'oningiz sizni qabringizda munis. Shuning uchun ham duo qilinadi, va fil qabri munisa. Ilohim Qur'onni bizga qabrimizda munis, ya'ni ovunchoq qilgin. Bizga baraka qilgin, nur qilgin, fayz qilgin deya duo qilinadi.